Assalomu alaykum. Keling, bugun sizlar bilan check-up tekshiruvi va check-up nimaligi haqida gaplashamiz. Check-up bu kasallikni erta aniqlash va oldini olishga qaratilgan kompleks tekshiruvlar. Siz klinikaga kelib bir necha tekshiruvlar bosqichdan o'tasiz, ya'ni yurak qon tomir tekshiruvi, qon tekshiruvlari, tana vazni tahlili, ultratovush tekshiruvi, kompyuter tomografiya. Hech qayeringiz bezovta qilmasa ham, ammo nima uchun kerak bu tekshiruv deganingizda, shu tekshiruvlar yordamida siz kasallikni erta aniqlaysiz va oldini olishga erishasiz. O'zbekistonda yurak qon tomir kasalliklari 35 yoshdan keyin birinchi o'rinni egallaydi. Ammo 80% holatda birinchi alomat kech yuzaga chiqadi. Check-up esa 5-7 yil oldin ogohlantiradi. O'zbekistonda har 10 kishidan biri qandli diabet bilan og'riydi, ammo 50% inson o'zida borligini bilmaydi. Check-up tekshiruvi qandli diabetni erta aniqlashga yordam beradi. Erkak va ayollarda saraton kasalligi hech qanday dastlabki belgi bildirmaydi, ammo erta aniqlangan saraton 95% gacha davolanadi. Xo'sh, check-up haqida ozgincha tushunchaga ega bo'ldik va klinika tanlashda qaysi jihatlarga qarash kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Klinikani check-up o'tkazish uchun to'liq hamma kerakli uskunalar, ya'ni tibbiy uskunalarga jihozlangan bo'lish kerak. Bu nima? Ya'ni oddiy biz qiladigan kardiogramma, UZI, endi bu oddiy tekshiruvlar, bu hamma klinikada bor va yuqori texnologik tekshiruvlarga ega bo'lish kerak klinika. Bu kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiya ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i, miya to'qimalarni o'zgarishlarini erta rakka aniqlashga ham katta ahamiyatga ega apparatlar. Undan tashqari endoskopiya, oshqozon ichi, 12 barmoqli ichi, yo'g'on ichi kolonoskopiya tekshiruvlari albatta bo'lishi kerak. Bilam, chunki nafaqat organlarda kasalliklar va shu organlarda onkologiya, o'simtalarni erta aniqlashga yordam beradigan tibbiy uskunalarga kiradi va shu uskunalar Yevropada, Amerikada, Koreyada ishlab chiqarilgan, Yaponiyada ishlab chiqarilgan, hozirgi Izraelda ishlab chiqarilgan uskunalar. Bu bizni O'zbekistonda taniqli hisoblanadi, chunki bular tekshiruvni aniqligiga juda katta ahamiyatga ega bo'ladi bular. Kedavo klinikasida check-up dasturlarini tuzishda, check-upni jihozlashda Janubiy Koreya mutaxassislari bilan birga shu narsa yo'lga qo'yilgan, ya'ni bu to'liq check-up sikli bizda mavjud. Ya'ni bu oddiy tana tahlili, elektrokardiogramma, ultratovush tekshiruvi, kompyuter tomografiya tekshiruvi, endoskopiya, ko'z tekshiruvlari va barcha tekshiruvlar shu yo'lga qo'yilgan. Eng kerakli jihatlardan bemor har bitta tekshiruvdan qulaylik bilan o'tadi, qulay kiyimda o'tadi. Hamma tekshiruvlardan o'tgandan keyin, to'liq tekshiruvlardan keyin bizni Kniga Zdoroviya, ya'ni insonning sog'lig'i to'g'risida kitob chiqariladi. Bu shu kitobda hamma tekshiruvlar bo'yicha ma'lumotlar, tavsiyalar hammasi jamlangan bo'lib, bemor uchun organizmining holati to'g'risida, sog'lig'ini holati to'g'risida hamma ma'lumotlar shunda jamlangan bo'ladi. Sog'liqqa keltirib chiqaradigan keyinchalik xavflar, shu xavflar to'g'risida ma'lumotlarga ega va oxirida aniqlangan shu kasalliklar, sog'liqqa tug'diradigan xavflar bo'yicha qanaqa tavsiyalar, qanaqa dori-darmonlar bo'yicha hamma aniq ma'lumotlar berilgan. Xulosa qilib aytganda, pasient bu tekshiruvdan keyin to'liq organizmi to'g'risida bir xaritaga ega bo'ladi va qaysi tizimni davolashda urg'u berish kerak bo'ladi yoki qaysi tizimda kelib chiqadigan kasallar rivojlanib ketmasligi uchun kerakli tavsiyalarga ega bo'ladi. Hozirgi paytda klinikamizda 3 ta profilaktik paketlarimiz bor. Bu bazaviy, silver va gold paketlar. Bazaviy, silver, gold paketlar, ya'ni ichiga qanchalik tekshiruvlar ko'pligidan bir-birasidan ajraladi bular. Gold paketda bu maksimal darajada eng ko'p tekshiruvlar o'ziga ichiga qamragan paketlardan kiradi. Alohida yo'naltirilgan paketlar bor, ya'ni bu kardio paket, gastro paketlar, bular ayollar sog'lom paketlar bor. Bular aniq bo'lgan kasalliklar bo'yicha tuzilgan paketlar bo'ladi, check-up programmalar. Klinikamizda shu qatorda tor ixtisoslashtirilgan paketlar bor. Gastroenterologik paket, check-up paket, kardio paket, bolalar uchun paket, ayollar uchun alohida sog'lom paketi, erkaklar sog'lom paketi. Misol uchun, agar bemorda oshqozon tizimi bo'yicha shikoyat bo'lsa, bunga alohida gastroenterologik paketda tekshiruvlardan o'tsa bo'ladi. Agar siz sifatli check-updan o'tmoqchi bo'lsangiz yoki check-up bo'yicha savol tug'ilgan bo'lsa, bemalol pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Bizning mutaxassislarimiz sizga bepul maslahat beradi.